Assalomu alaykum. Sizlar oldindan chiqayotgan buvamdan birlashayotgan masalasi kirganman sovuq. Tuxumni chiq tushib qolyapti, ko'rpachalar ko'lib qoladi yerdan bilan. Lekin shunda ham cho'pon bilan mehnatda mana hozir ham qaramada qo'ylar umuman jota endi aytgan haligacha. Faqat turib, tikka turib olgan. Ha desa jo'nab ketadi. Yana bitta life hack aytib qo'ying. Cho'ponlar oyog'ini yechmay jotadi. Chunki endi oyog'ini yechib jotdimi, u xotirjam jotgan bo'ladi. Qo'y ketib qolganini sezmay qolamiz. Ha deganda qo'y ketgan mahali turasib yugurib ketishimiz kerak. Hozir biz ketmay mana shu holatda jotibmiz. Ko'rpachalarga shunday holatda ko'rpachalar chiq bo'lib qolgan. Mana shunaqa mehnat qo'y deb qo'yibdi. O'z nomi bilan qo'y. Qarang, uni faktiski o'ylab ko'rsalasan. Qo'y. Masalan, bir narsani qo'yib qo'y, tegma unga qila olmaysan qo'y deganda, mana shu ma'noni berib qo'yibdi-da, o'z nomi bilan. Mana shunday sovuqlig'i, yugurishiga hammasiga chidab turib mana shu kasb qilamiz-da. Qilyapti, bir xillar qo'rada qilyapti, bir xillar bo'rdoq qilyapti, hammani har xil. Masalan, qo'rada qilishning o'zining o'zi mashaqqati bor. Bunda nima deydi, semirish va har xil ishi ko'pda uni ham. Bunda daladagi qo'ylar, cho'pon mana shu daladagina cho'pon deydi. Boshimizga tayoqda ham qo'yib yotamiz, chunki endi har xil narsa bor. Paxtada yuribmiz. Hali ham nima deydi, shoxollari kam ekan bu yerda. Uncha boqirishmayapti. Ya sovuqlikqa biranjaga yurganman. Ular yaliqda, lekin yomonchilashqicha edi shoxol. Shunaqa ko'ring do'stlar. Mana qo'ylar tikka turib olgan. Jota endi aytmay bu qo'ylar nima bo'lay?